Oshxonamiz mana Obidjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qanday Obid ham ancha-muncha pukni o'rganib qoldi, o'zinikidek bo'lib qoldi. Ilgari birinchi kelganda qo'lda mikrofon bo'lardi, hozir bu ham bizga o'xshab. Mana shu mikrofondan taqib olib Bu yoqqa bemalol. chiqursinlar. Obid aka chiqaverib bu yoqqa. Ha, qo'yib bersang chiqib qoladi bu. Ya lekin qulay emas shu mikrofon. Bir xillardi, qo'lim yog' bo'lardi yoki pichoqda ishlayotganimda gapirish qiynalardim. Ha. O'ynab keting sendan. Rahmat. Salomat bo'lgin. Bolalarga mikrofon uchun. Diyorga rahmat, Qosim bilan ikkoviga. Go'shtli qilib ovqatsiz Nima bering, ovqat bu go'shtli endi? qilib. Talablar binomi yana? Talablarga binoan o'sha sho'la. Lekin o'rtoqlar o'tgan safar payshanbada shunaqa shoular qildi. Obid Sherzod shunaqa shoular qildi, hali yeysizlar. Chiqilib sharmanda qilmasin, o'shanga o'xshasin ish qilib. Shunaqa bir chiroyli qildi. O'tirganlar kim keldi mehmon o'shanda? Mehmon kim edi o'sha payshanba kuni? Ha? Men bilolmadim, chunki biz yo'q edik. Maqomchilar. Men yo'q Maqomchilar edi. edim. Elmurod Furqat dedi. Shunaqa maza qilishdi, sho'larga hamma butun sostav bir qozon sho'la qolmadi. Shunaqa shirin qildi, men bunaqa sho'la yemodim lekin. Juda qotirdi. Mana hozir boshlanyapti sho'la bazmi. Qo'y go'shtidan, qo'y yog'idan mana shunaqa chiroyli qilingan hamma narsa mujassam. Buni piyozlar bilan to'g'rab, munishdan sepib, ha. Siri nimada buning? Sen qanaqa qilasan sho'lani? Sabzini obdan qovurasanmi yoki charapulcha qovurasan? Hop, hozir mana piyozni ozgina qizartirmaymiz, lekin ani piyoz karamel bo'ladi, ya'ni shirali bo'ladi. Tillarang bo'ladigan paytda keyin go'sht solamiz. Bu ham shu birga qovurilgandan keyin sabzi bilan keyin shu tomat solib, yana ozgina qovuramiz. Faqat go'sht qizartirgan endi. O'tgan safar sal oqarib qoldi. Vaqt ham kamlik qildi, ham olov ham pastlik qildi o'tgan safar. Bugun olov ham yaxshi menimcha. Vaqt ham yetarli. Xolasi. Jam misol uchun shu 9ligi, 9-10ligi pishirsang ham zo'r bo'ladi. Sababiki go'shtni yaxshilab qovursang, obdan qovurilsin-da, mazasi chiqsin-da go'shtni. Keyin qaynab yotaveradi, to'g'rimi? O'zi lekin o'sha kuni maza qilinadi. Obid yorvoribsan dedingiz-ku. Mana shu hamma charchoqlarim ham chiqib ketadi-da o'shanda. Maqtasa hamma charchoq chiqib ketadi. Maqtashdan yetadi-yu. Maqtagan kimga yoqmaydi deydi-yu. Shuning uchun maqtaganni maqtash kerak. Yaxshini yaxshi. To'g'ri maqtovni maqtaymiz, to'g'rimi Shukur aka? Haqiqatan arzigulik maqtov bo'lsa maqtash kerak. Ha, endi yaxshi narsa yaxshi deymiz-da har doim. Chunki o'sha kuni zo'r qilding. Yaxshi bo'ladi. Bugun ham xuddi shunaqa qilishing kerak, ya'ni erkalanish kerak emas. Yo'q, o'sha hamma masallarga ham bog'liq, shu masallar. O'zi qo'ling shirin sani. Hop aka. Qo'ling kelin ham yetsa kerak, adasi Obidjoniga qo'llaringiz bir ham shirin deydi, ha? Jahling chiqqan payt shapaloq tortilmaydimi? Yo'q. Ha, urilmaydi bunaqa? Yo'q. Aqling inoq bo'lib urishmasdan yashaysizlar, to'g'rimi kelin? Ana hozir ko'rib o'tiribdi kelinlar, to'g'rimi? Ismlari nima edi? Shahlo ko'zli malikamda ashula aytasan-da keyin xotiningga qarab. Baxtli bo'lib qo'sha qariga. Hop, mana go'shtni qovurasan, sabzini qovurasan, keyin suvni solib, o'sha ozgina tomat solamiz, qizartiradigan, keyin mana pomidor qoqisidan. Qoqi ham zo'r ketishi kerak. Keyin tursheni birinchi qilganimda o'z sho'la ko'p qilmas edim, mana shu yaqindan qilishni boshladim. Tursheni o'sha sabzini boshrog'ida sovutdim-da. Sabzini qovurganimda, keyin o'sha sal turshi anaqa o'rik sharbatdan ilvillab qoladi-yu. Ezilib ketdi-da. Aspat soladigan. Keyin o'sha guruch solganimda sovaman. Turshelari ham sal dilkirabroq ham. O'tgan safar turshi solding, barga solding. Turshi soldim. Men bu turshi olib kelmadim. Endi magazinda men shuni topdim. Voy, uyda yo'qmi turshi? Yo'q. Hozir barga solsang qanaqa taqir bo'lib qolmaydimi? Hozir endi buni ham oxirroqqa solamiz, chunki bu ham o'sha yumshoq-ku. O'zgarish bo'lyapti-da, ko'rding, mana o'zgarish bo'ldi. Ya. O'tgan safar turshi bo'lgan barga bo'lib qoldi endi. Lekin baribir yaxshi chiqish kerak, xudo xolasa. Chiqadi, xudo xolasa. O'zi sizni kuningizni faqat sho'la bo'ladigan bo'lib qolibdi-yu. Dushanba kuni ham sho'la. Endi u oshpaz Xorazmdan keldi, endi shunaqa bo'lib qoldi. Endi ko'rsam, yana sho'la, men ham sho'la qilyapman. Sani sho'lang boshqa ukajonim. Rahmat. U boshqa, bu boshqa. Endi ani shukur sho'la bo'lib qolmaydimi, domanda? Sizga kuningizni faqat sho'la bo'lib qoldi-ku. O'rtoqlar, qo'linglar. Voy. Mana nima Voy, Obid aka, bekor qildingiz lekin. Men endi aralasha olmayman. Kelmaysan, shukur sho'la bo'lib qolmaydi. Shukur sho'la qozoning ko'li. Sen kulvasanmi ustunda Obid? Ya. Tugadi. Bu o'ziniki qoldi shekilli, shukur o'zimniki deb. Shukur aka. Voy, hazalashyapman. Mikrofonni olib tashlayapman buni bo'ynidan. Ma'mundan tushunmadingiz mikrofondan. Voy, shukur sho'la bo'lib qolmaydimi? Voy, Obid, o'zingniki to'sani ukajonim. Voy, eshitdinglarmi o'rtoqlar? Ya, anaqa. Obid aka, yomon qildingiz lekin.
Olib kel bu yoqqa. Obod aka, voy, ana bo'lmasam. Vaalaykum assalom. Kel sanam. Siz charchamayapsizmi? Ha. Assalomu alaykum Obod aka. Va alaykum assalom. Zo'msiz. Nima deb tashavatdilar Obod akam? Gaplashib qoldi o'tir, unda. Schwarzenegger keldi o'rtada. Shukur aka, o'tdingmi? Hozir obid ko'tarib yerga uradi hozir shu ahvolga endi bu. Shunaqa qilmasam bo'lmaydi. Sizdan kulyapman. Shukur shu o'ladyapti u. Oxirida obid shola bo'lib qolmasin. Oxiri baxayr bo'lsin. Shukur aka, oldingizda Sani xabaring bormi ham oshpaz? Aytuvdilar unda. O 20 kilo oshdamlik. Sen necha kilo damlagansan eng kattasi? Bitta o'zim shu 50-60 kilo damlaganman. Bu mana shu bitta o'zi, yarimta o'zi 20 kilo damlagan. Agar senga o'xshagan bo'lganda 60 kilo damlagan bo'lardi hozir. To'g'rimi? To'g'ri. Men unaqa gaplashyaptim, men tushunaman. Sen Shukur aka. A doda nima da shukur shu o'ladyapti bu. Ega, nima qildingiz? Bekor qilib qo'ydingiz. Ya nima yomon qildingiz do'stlar? Sizdan qilib qo'ydim. Sen nima yana shusan yana? Nega yomon qildingiz dedi. Sen ham kulyapsan hozir. Shukur aka, o'zim o'tdingmi oldingizga? Voy, to'g'ri. O'zim chiqaman hozir. Biz qozonchiga shivarman Usmonni. Bo'l, yigitlar. Bo'l, hozir Teppadan sizlar hozir. Mana o'rtoqlar. Bugun bizga Obidjon juda chiroyli tarz shoular qilib beradi. Baza qilamiz, to'g'rimi Obid? Mana hazillashib, boshqa unaqa gap gapirmayman. Masalan, o'rtoq emasman, qo'ymi? Unaqa shukur shoular, gapi o'zidan katta odam unaqa demaydi. Masalan, o'rtoq emasman yo'q. Men sinfdoshimsan. Men bilan birga o'qiganmiz, Obid, unaqa ish qilish kerak emas, ukajonim. Yaxshi ish qilmading. Bo'lsa, menga qo'yib boradi. Aniq rasmdan tayyorlan narsalar tayyormi? Tayyor. Bugun tugatasan rasmni? Ha, bugun tugatam. Bo'ldi, bor. Erkaklarga aralashma. Ey, sen ham erkaksan aytgancha. Chunki ukajonim unaqa Uzr. shaxsiyatga tegadigan gapni gapirmagin. Mana bir xil chaqiriladigan mehmonlar qurib keladigan bo'lib qoldi. Ilgari qo'lda narsa bilan kelardi. Bu narsa bilan kelardi. Mana keyin tanishtiramiz mehmonni. Xo'p, Sherzodga ashlet ber. Mana shukur sho'la deganiga bitta chiroyli narsa qilib ber, keyin mehmon. Javob qaytaring. Nima ashlet berasan Sherzod? Bilasanmi, men senga oshiq. Voy, aylanib ketay. Shashilin yaxshi ko'raman, sevaman shashilin. Bitta mazza qiling. Sherzod Beshor Ahmedov o'rtoqlar, marhamat. Ketdi. Ha!